Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Karat Cafe, Kamish Gamburgda joylashgan bir etajli hovli joyimiz sotuvga chiqdi. Mestasini umuman gap yo'q. Urgan shaharning ichida. Bu yon taraf Shumbala, bu yon taraf Gurlaniskiy bo'ladi. Joyimiz ish ko'chadan girsak, joyimiz ham yetib keldik, hurmatli obunachilar. Joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Aldining atizlari bor, garaji bor. Joyimiz dokumentine keladigan bo'lsak, dokument hujjatlari 100% tayyor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana umumiy maydoni 172/13 ekan. Chertojini ko'rsatib bersam, endi chertoji. Yerimiz bog' ekan. Qarasa, yallarni ko'rsatib bersam. Yerimizda spanimiz joylashgan. Mana ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas. Pechlarga ega. Gazimiz bor, gaz to'rvasi kelib turibdi, gaz to'rvadan qizadi. Xohlasangiz toplayni o'tirib beraverasiz, gaz plita, mo'kasi, hamma narsasi bor. Olib turib ijaraga qilsangiz ham bo'ladi. Joyimiz zo'r tochkada joylashgan. Bu tarafimiz dolan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, televizorlari bor, hamma narsasi bor. Bu tarafimiz yana bir spanimiz bo'ladi. Bir ataplenasi bor ekan, hurmatli obunachilar. Потолокlarimiz naturjniy потолок, industrial asılga. Yerimiz ham naturjniy потолок. Endi bu tarafimiz vannamiz bo'ladi. Vannamizda artila kafel bo'lgan. Nega ajoyib etib, xarislarni ega ekan. Ataplenalari bor. Joyimiz narxi arzon bahoda sotuvga chiqdi. Shaharning qoq markazida joylashgan. Pulga keladigan bo'lsak, puli 470 million so'm. Joyimiz kim amoqligi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Joyimiz ikkilamchi kredit ham chiqadi. Sog' olun, salomat olun. Kanalga obuna bo'lishdan chiqmasa, men shunday joylar olishni nasib etsin.